Sizni ana siz onamsiz-ku, butun dunyoga aytaman, onam deb aytaman hozir. Agar savol berishsaki, Iqbol aka, siz uchun eng muazzam bo'lgan, muattar bo'lgan, eng yoqimli bo'lgan dasturxon, iftorlik qaysi deganda, men javob bergan bo'lardimki, men uchun eng mukammal bo'lgan, xursandchilik bo'lgan dasturxon bu onam bilan birga o'tirib iftorlik qilgan dasturxon degan bo'lardi. Onam siz bilan juda ko'p iftorliklar qildik, saharlik dasturxonlari sizni boshligingizda yozildi. Alloh bu Ramazonni, bu iftorliklarni oxirgisi qilmasin. Yana siz bilan ko'p yillar davomida dasturxonlarda o'tirib iftorlik qilaylik. Siz bilan ko'p mana saharliklar qilaylik. Siz davlatimizsiz, baxtimizsiz. Men xalqqa xizmatini qilib, elli yurtni duosini olgan bo'lsam, nimaga erishgan bo'lsam, bu sizni duolaringizni sharofati bilan bo'lgan. Iymonda, islomda sochingiz oqarib, hammamizga duogo'y bo'lib, uzoq yillar davomida Ramazonning shukuhidan siz bilan birgalikda bahramand bo'lib, sizni boshchiligingizda shunaqa dasturxonlarda o'tirishni Alloh nasib etsin. Bir duo qilib bersangiz. Amin. Amin. Xudaya Xudoda ko'paytib keladi, Xudoya Xudoda doim sizni ko'rishdan shu nasib etsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat onajon, salomat bo'ling. Mavlona Rumiyni bir so'zlarini o'qib qoldim. İnson misoli bir daryoga o'xshaydi. Daryoga nazar solsang tiniq bo'lib oqadi. Lekin tubiga nazar solsang qancha narsani ichiga yutib oladi. Daryoni tubida nimalar yotganini o'zi biladi. Mana onam daryoga o'xshab yuzi kulsa ham, g'amini birovga bildirmasa ham, ortiqcha bir maishat, ortiqcha bir o'yin kulgi bilmasa ham, lekin qalbi bir daryoni tubida yotgan narsalarni yutgandek, ko'p g'amlarni ichiga yutgan, farzandni hasratida beli bukilgan, yaxshi kunlarni ham, yomon kunlarni ham sana orqangdan ko'rdim deb ko'p gapirardilar. Mani dardimga, musibatlarimga sherik bo'lgan onam, birovga dardimni aytolmaganimda dardimga dardkash bo'lgan onam, og'ir paytlarda yiqilganimda qo'limdan tortgan onam, bugun mana o'zimni yolg'iz tashlab, farzandlarni tashlab qabrga kirib ketyaptilar. Dunyoda nima riyozatlar o'tgan bo'lsa jannatda rohatga aylansin. Ben bitta omonat gapni aytib qo'ymoqchiman. Onadan 4 ta farzand biz tug'ildik. Hammamiz qo'limizdan kelgan xizmatni qildik. Lekin Alloh rozi bo'lsin, singlimiz Sevaraxon hayotini onam uchun bag'ishlab o'tdi. Yoshligini bag'ishladi, borligini bag'ishladi. Oq yuvib, oq tarab, onamni xizmatini qilib, onamni duosini olib, bemor bo'lib yotganlarida, biz ko'chada yurganimizda, o'zimiz xalqi xizmati bilan yurganimizda, onamizga e'tibor berib, onamizni oq yuvib, oq tarab, kasal bo'lgan odamni injiqliklarini ko'targan singlim Sevaraxon bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin hamma jigarlarimdan. Bu singlimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Onamizni endi jannatul ma'voda diydorini nasib etib, dunyoda qilgan yaxshi amallari jannatda o'zlariga hamroh bo'lishini Alloh nasib etsin. Bugun odamlar guvoh bo'lsin. Osmoni yer guvoh bo'lsin. Nuri malaklar guvoh bo'lsin. Kecha qo'lingizda yosh bola bo'lgan bo'lsam, bugun sochlarim oqargan kun. Yoshimiz sekin-sekin o'tib, Yaratganning dargohiga qadamlarimiz yaqinlashayotgan bir daqiqalarda turib, men ham farzand sifatida agar sizni xizmatlaringizni qila olmagan bo'lsam, mana hasratimda sochlaringiz oqargan bo'lsa, mana hasratimda yuzlaringizni azim bosgan bo'lsa, mana hasratimda bellaringiz bukilgan bo'lsa, ona menday nobakor bir farzanddan rozi bo'ling. Rozi bo'ling, xizmatlaringizni qila olmagan bo'lsangiz.
Allah sizni ham tanajoningizni salomat qilsin, tabarruk yoshlarga yetkazsin. Xudo yana menga umr bergan bo'lsa, umrimning oxirgi kungacha sizni duoizoli xizmatlaringizni qilishimizni Alloh nasib etsin. Bizga ham xuddi sizga o'xshab farzandlarimdan roziman deydigan martabada shu kunlarni ko'rishni Yaratgandan men so'rab qolaman. Faqat rozi bo'lib farzandlardan bir duo qiling ona. Ilohim chin qandoningiz sog'lig'ingiz bu o'tgan bolalarimiz hammasi ota onangga qiladigan Ona hammamizdan rozi bo'ling. Jannatul ma'voda didorni nasib etgan, bu qabr ziynatlanib kengayib onamni qabul qilgin Parvardigor. Jannatlaringdan bog'chalarini nasib etgin. Hisob kitoblaringni o'zing qabrda yengil qilgin. Yotgan joylarni jannatu naim rayhon makonlaridan qilib, hammamizga ham husni xotima berib, onamiz yetgan tabarruk yoshlarga hammamizni yetishimizni nasib etgin. Robbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.